Bu holatdan bu holatga kelishiga bemorning o'zi ham ishonmagandi. Hozir sizlar bilan natijaga qanaqa erishganimiz haqida to'liq tushuntirib o'taman. Bemorimizning asosiy shikoyatlari chap taraf tepa jag'dagi og'riqqa bo'lgan. U joyda eski koronkalari bor edi. Biz ularni oldik va tagidagi tishlarni yaxshilab mikroskop ostida davolaganmiz. Bemor bir taraflama asosan ovqat yeganliklari uchun bu holat tishlarni qiyshayishiga ham olib kelgan. Keyingi asosiy masala ikkita oldidagi tishlardagi diastemalari bo'lgan va uzoq yillar mobaynida nagruska noto'g'ri taqsimlangani uchun yedirilishida kuzatilgan. Bir taraflama kulishiga asosiy sababi esa tishlarning yo'qligi bo'lgan. Har doim bir taraflama kulishga harakat qilgan va yuz mimikalari ham shunga moslashgan. Eng asosiy muammo bu funksiyada hisoblanadi, ya'ni bemor ovqat chaynashi eng muhim hisoblanadi. Estetikadan ham oldin biza uni to'g'rilashimiz kerak edi. Buning uchun biza tishlar yo'q joylarga implant qo'yilgan. Mana endi eng muhim etapga yetib keldik. Bu joyda biz bemor uchun qo'yiladigan viner va koronkalarni bemorga mos tushadimi va u bilan bemor to'liq ovqatlana oladimi yoki yo'qmi? O'shani bilish uchun biz vaqtinchalik koronkalardan foydalanamiz. Ya'ni agar tushuntirish uchun aytadigan bo'lsam, tishlarni proyekti 3D kompyuter yordamida shakllantiriladi va undan yasalgan vaqtinchalik plastmassa koronkalar taqiladi va bemor unda kamida 20 kun mobaynida ovqat yeyishi, tabassum qilishi, odamlar bilan muloqot qilishi mumkin va o'zida qulaylik his qilsagina, proyektimiz unga mos kelsagina biz uni realizatsiyaga aylantiramiz. Ya'ni bu joyda ham xuddi shu taktika bilan ishlaganmiz. Bemor ma'qullaganidan keyingina biz uni tish vinerlari va keramik koronkalarga almashtirganmiz. Natijani ko'rishingiz mumkin. Boya ta'kidlab o'tgan kamchiliklarning deyarli hammasi bartaraf qilingan, yuzlar simmetrik shaklga qaytgan, yuz mimikalari, ya'ni ikki tarafda ham bir xil ishlashni boshlagan, tishlar qiyshiqligi to'g'rilangan. E'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi rasmda bemor faqat bir taraflama kulardi va mimikalari ham shunga moslashgan edi. Postdagi rasmni ko'rishingiz mumkin. Natijani bunaqa bo'lishini o'zlari ham kutmagandi. To'g'risi bu ish o'zimga ham juda yoqqan. Agar siz ham o'zingizdagi muammolarga yechim yo'q deb o'ylayotgan bo'lsangiz, sizda qanaqa muammo borligini bilishni xohlasangiz, aynan hozirda bizda check-up amaliyoti ketmoqda. Batafsil ma'lumot olish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring.